Bu juda ko'p axloqiy dars beradi. Mana bugun axloq haqida ko'p gapiramiz, Kantdan gapiramiz, Movardiydan gapiramiz. Hammasi go'zal. Ammo bu asar ham bir axloq haqida gapiradi. Bu yerda romanda qotillik amalga oshirilgach hech kim yengillik his qilmaydi aslida. Hech kim bir yaxshi bo'ldi, tugadi. Yengillik his qilmaydi. Aksincha, Markes jamiyat vijdonining to'xtovsiz azoblanayotgan voqeadan so'ng ham buni qanday qiladi? Bir jurnalist orqali. Bir jurnalist voqeani qayta tiklash uchun yillar davomida shaharga qaytib keladi. Odamlarning xotiralarini eshitadi. Savollar beradi, javoblarini yozadi. Har bir odamni qiynayotgan bitta savolni aniqlaydi. Hammani qiynayotgan bitta savol bor. Nega biz bu qotillikni to'xtatmadik? Nega biz bu nohaqlikni to'xtatmadik? Nega biz ko'ra turib, bila turib jim til tishladik? O'qirkansiz doimiy takrorlanadi. Va bu savol bir nevi jamiyatning qiynalayotgan vijdoniga aylanadi. Siz bu asarni o'qir ekansiz, bu savol endi kitob sahifalaridan chiqib sizga ko'chib o'tadi. Va endi u sizning qalbingizda yangrashni, aks sado berishni boshlaydi.